Assalomu alaykum mahalladoshlar, imondoshlar. Ushbu xabarni maksimal tanishlarga, gruppalarga tarqatib qo'ying. Zeroki sababchi bo'lgan inson ham shu savobga ega bo'ladi. Jizzax viloyati Andijon tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidiga mana obodonlashtirish ishlari uchun homiylar kerak. Homiylar bo'lsa marhamat. Mana masjidimizda obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan plastik karta raqam mavjud 56 14 68 20 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusufoğlu. Murojaat uchun telefon raqam 93 323 0081. Mana shu masjidimizga mana har tomondan yordam kerak. Mana shlaka blok bilan shug'ullanadiganlarga mana shlaka blok kerak. Mana ko'rib turgan qo'shni hovli tomonimizda devorlarimiz loyqishdan bo'lgan. Qo'shni hovliga og'ib turibdi, qiyshayib. Buni loyqishini olib, g'ishtlarini olib shlaka blok qilishimiz kerak. Mana shifr bilan shug'ullanadiganlarga mana 100 dona shifr kerak. Taxta bilan shug'ullanadiganlarga ham taxta bilan reyka, strapila bilan shug'ullanadiganlarga ham ish bor. Eshik derazalar bilan shug'ullanadiganlar bilan eshik derazalar ish bor. Mana inshaalloh mana masjidimizni mana oldi tomoniga ko'cha tomonigacha naves qilish niyatlarimiz bor. Mana profil bilan shug'ullanadiganlarga, profillar bilan shug'ullanadigan, temir tersak bilan shug'ullanadiganlarga ish bor. Mana hovlisini yana bir steyajga qilishimiz kerak inshaalloh. Mana sokollariga mana ko'rib turganday qilib, chiroyli qilib kafel yopishtirishimiz kerak. Mana kafellab chiqishimiz kerak. Ana shunday do'stlar, xullas masjidimizga homiylar bo'lsa marhamat 93 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilib tushunmovchiliklarga aniqlik kiritishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana kartamizda yana bir qaytarib o'taman. 56 14 68 20 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusufoğlu. Mana shunday do'stlar, masjidimizga homiylar kerak. Mana boricha tarqating ushbu xabarni, boricha. Zeroki sababchi bo'lib qolasiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.